Assalomu alaykum YouTuberlar, sizlar bilan Umidjon YouTuber. Demak, bugungi darsligimizda siz bilan birgalikda Taylor's Hope yo'nalishi bo'yicha ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Telegram kanalimiz YouTube kuchukcha YouTuber bola deb qidiruv bersangiz chiqadi va yaqinda konkurs boshlaganmiz do'stlar. Shu konkursda qatnashib YouTube kanal yutib olishingiz mumkin. O'shaning uchun opisaniyamizdan YouTuber bola mana shu Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Demak, darsligimizni boshlaymiz do'stlar. Birinchi navbatda bizga Picsart ilovasi kerak bo'ladi va bu ilovaga kirib olamiz va bu yerdan mana shuni tanlaymiz. Ya'ni bu PNG rasmlar uchun va stickerga kirib turib Sprunky deb qidiruv bersak, mana PNG formatda Sprunkylar chiqib keladi do'stlar va bittasini tanlaymiz, kattalashtirib o'zimizga moslab olamiz va bu PNG bizga albatta shu Taylor's Hope uchun kerak bo'ladi. Va bunga pastda ko'rishingiz mumkin, belgilab qo'raman. Ten qo'shib olishimiz mumkin va ten qo'shib oq rangda chiroyli ko'rinishda turadi. Ten qilib mana shunaqa tepa past qilib chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin tenni. Va do'stlar, shunaqangi PNG formatlarni saqlab olsangiz, albatta o'zingiz uchun baza qilib yaratib olsangiz juda ham o'zingiz uchun qulay bo'ladi va bu yerda reklama chiqadi. Chiqib ketib boshidan kiramiz va mana stickerlar bo'limidan mana belgilayman. Shundan yana kiramiz va yana Sprunky deb qidiruv berib boshqacharoq formatdagini topib olishimiz mumkin mana do'stlar. Demak, kattalashtirib o'zimizga moslab chiroyli qilib yuklab olamiz buni ham do'stlar. Va do'stlar, endi YouTube ga kiramiz va YouTubedan biz Coffin Dance videolarini topishimiz kerak. Undan oldin Taylor's Hope, masalan Taylor's Hope yo'nalishida shu Taylor's Hope'ni videolarini bir qatori ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu 53,000 marotaba tomosha qilingan, juda ham rekka chiqqan mana bu yo'nalish. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Asosan ikkita video qo'yiladi, tepada va asosiy video qo'yiladi. Va ketma-ketlikda videolar joylanadi. Montaji ham oddiy, CapCut'da juda ham oson va endi ko'rishingiz mumkin do'stlar. Coffin Dance videolarini ham qidiruvga beramiz. Ya'ni Coffin Dance orqali YouTube'da videolarni ketma-ket qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana birinchi Coffin Dance'ni kopiya qilib olamiz va Telegramda botimiz bor. Shu botdan foydalansangiz yaxshi, formatni yaxshi formatda qilib beradi va ko'p videolarni saqlab olish mumkin. Mana shunaqa qilib ko'rsatganimdek videoni saqlab olishingiz mumkin do'stlar. Albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman bu botni silkasini va ikkinchi videoni ham saqlab olishimiz mumkin. Mana do'stlar, 720 pikselda yuklab olamiz va chiroyli qilib qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi montajimizga. Demak, buni ham yuklab oldik. Endiki navbat do'stlar, CapCut'ga kirishimizdan oldin bir qator ko'rib olamiz. Mana PNG rasmlar tayyorlab qo'yganman o'zimga baza qilib. O'shani Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta obuna bo'lib kuzatib borsangiz ko'plab materiallar tashlab boraman do'stlar. Mana CapCut'ga kirib oldik va Taylor's Hope bazani yig'ib qo'yganman. Green screen va PNG formatlarni va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana 4 talik chiroyli qilib yasalgan shu Taylor's Hope'ning yo'lakchasi. 4 ta yo'lakcha qilib qo'yganman va bunga ramka qo'ysa ham bo'ladi. Demak, biz montaj jarayonini boshladik. Birinchi shu narsani qo'shib olamiz. O'zingiz uchun oson bo'lishi uchun shu narsani qo'shib olishingiz mumkin va buni keyingi videolarda almashtirib yuborishingiz ham mumkin. Har xil formatlari bor buni. Tashlab qo'yganman Telegram kanaliga va
добавить наложение orqali rasm qo'shib olamiz. Ya'ni rasm bizning boyagi yasagan PNG formatdagi rasmlarimizni, demak, buni ham qo'shib olamiz. Mana shunaqa to'g'rilab, chiroyli qilib qo'yib borishimiz mumkin. Agarda savollaringiz bo'lsa, albatta Telegramda chatimiz bor. Chatimizga yozib yuborsangiz, albatta u yerda YouTube'ga tushunadigan va CapCut'ga tushunadigan do'stlarimiz ko'p, albatta javob berishadi. Demak, do'stlar, shu tartibda PNG formatlarini qo'yib joylashtirib olamiz. Mana 4 ta PNG ni 4 ta joyga qo'yib olamiz. Buni naложениеda qo'yishning sababi, do'stlar, o'zingiz uchun qulay bo'ladi va PNGlarni alishtirganda ham zo'r foyda beradi bu narsa. O'shaning uchun shoshilmasdan chiroyli qilib shablon qilib qo'ysangiz, keyingi videolarda albatta bu oson bo'ladi. Bitta videoni men o'zim 1 soatda mana shu shablonni yaratdim. Menga 1 soat ketdi, sizga 2 soatlab ketishi mumkin, lekin keyingi videolarni yaratish davomida sizlar qiynalmaysiz. Va buni birin-ketin qilib oldik. Mana do'stlar, birinchisi kelib tushadi, keyingisiga o'tadi. Xullas, bolalarni qiziqtirish maqsadida shunaqa qilib yaratamiz va bu yerda mana nuqta qo'yib olamiz va bu nuqtani mana tepaga joylaymiz va pastga tushishiga ham bitta nuqta qo'yib olamiz va boshlang'ich nuqtadan keyingi nuqtagacha bo'lgan vaziyat mana shunaqa bo'ladi va hammasi shunaqa qilib tushishi kerak. Demak, buni sal orqaroq qilib chiqamiz. Zina ko'rinishida, ya'ni birinchisi tushadi, keyingisi tushadi, xullas shunaqa. Mana nuqtalarni chiroyli qilib qo'yamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nuqtani tez yoki sekin, xullas tushish nimasi bor, speedi bor, ya'ni tezligi. Shuni to'g'rilab qo'ysangiz yaxshi. Mana grafika orqali mana shuni qilib ko'ramiz va shu yaxshiroq biz uchun. Boshqalarni ham shunday tezlikda tushishini ta'minlasak, chiroyli bo'lib tushadi hammasi. Va mana Naruku degan nimasidan foydalanamiz. Keyingilarida ham shuni foydalanishimiz mumkin ekan. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, chiroyli chiqyapti. Boshlanishiga shunaqa effektualniy qilib boshlansa videoingiz ko'p prosmotr yig'iladi va bolalar oxirigacha ko'rishi mumkin bo'ladi videoingizni. Mana yana Naruku qilib qo'ydik va keyingisini ham shunaqa qilib chiroyli qilib nuqtalarni joylashtirib olamiz. Qiyin narsa emas do'stlar, mana oddiy belgilab boraman. Bitta ikkitasini, keyingilar ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bitta video tayyorlasangiz, keyingilarida kopirovat qilib chiroyli qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana boshlanishi chiroyli chiqyapti. Mana boshlanishi do'stlar juda ham chiroyli chiqdi va keyingi qiladigan ishimiz do'stlar, videoyimiz bor. Mana tayyor video va green screenlar bor. Mana ready go, mana shuni green screenni qo'yib olamiz va shu green screenni ko'pchilik so'raydi, qanday qilib yo'qotish mumkin. Buni yo'qotish uchun mana pastda udalить fonga bosamiz. Mana hozir do'stlar belgilab boraman albatta. Mana udalить fon, odamni gavdasi turibdi, mana o'shani bosamiz va chroma keyni bosamiz va shu yashil fonga yurishsak yo'qolib qoladi o'zidan-o'zi va chiroyli qilib qo'yishimiz mumkin. Mana ready go, ya'ni boshlanishiga tayyormisiz, biz boshladik degan ma'noda video boshlanadi do'stlar. Undan keyin
bosish, ya'ni barmoq bosish nimasini ham, green screenini ham to'g'rilab olishimiz mumkin. Do'stlar, sizlar bu yerda masalan foydalanishingiz mumkin bo'lgan narsa shu green screenlardan ko'proq foydalansangiz afterski bo'lib qolmaydi nimangiz, videoingiz. Chunki o'zingiz tayyorlab ustiga yana bitta video joylayapsiz, demak YouTube uni afterski bermasligi mumkin-da, o'shanaqa qilsangiz. O'shanga juda ham e'tiborli bo'lish kerak do'stlar. Demak, mana tayyor videomiz bor bizning do'stlar. Telegram kanalimizga tashlab qo'yganman hammasini. Foydalanishingiz mumkin. Ozgina kattalashtirib, chiroyli qilib tuzib olamiz va mana bu yerga joylaymiz. Mana shunaqa PNG ni ustida turadi bu narsa. Pastiga o'tirib yubormang. Demak, PNG ni ustida mana o'yin o'ynaladi. Bu yerda esa Coffee and Dance videosi qo'yilishi kerak. Demak, shu orqali video tuzamiz biz. Teleskop yo'nalishida. Demak, bu yerda do'stlar mana Coffee and Dance videolarini qidiryapman va endi menda McQueen bor ekan, shu McQueendan foydalanamiz do'stlar. Bittasini tanlayman. Demak, davom etamiz do'stlar. Mana tanlab oldik va mana Coffee and Dance video. O'sha boyagi Sprunki kabi video bu ham. Buni ham yuklab olishingiz mumkin. McQueen Coffee and Dance deb qidiruv bersangiz YouTube'da chiqadi. Barcha videolar YouTube'da bor. Faqat YouTube'da bor ekan deb mana o'zini olib nusxalab YouTube'ga joylasangiz, lekin afterski beradi bu narsa, lekin bizning videomizda bu yerda afterski olmasligi mumkin, chunki biz juda ham kichik qilyapmiz va orqa fon, effekt, green screenlardan foydalanyapmiz. O'shaning uchun bu narsa baribir afterski bermaydi, nasib qilsa. Demak, do'stlar, mana ikkinchi videoni kopirovat qilib mana bu yerga kattalashtiramiz va ko'rishingiz mumkin. Maska orqali mana shuni bosib turib, mana chiroyli qilib, hoshiyali qilib nima qilib olamiz buni? Joylaymiz. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, mana chiroyli qilib tuzib oldik. Ikkita video ijrosi ketadi va bittasi kattaroq, bittasi kichkina qilib tepada joylashgan bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi videolar. Qisqasi do'stlar, keyingi videolarni masalan mana kopirovat qilamiz. Masalan, nimani va bu yerda kopirovat qilib keyingi o'tkazishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Demak, bu yerda PNG chiqib qolmasligi kerak, o'shanga e'tiborli bo'lishimiz kerak do'stlar. Mana PNG turishi kerak emas. Mana qizil Sprunkini orqa tarafga o'tkazib olishimiz kerak bu yerda. Va mana chiroyli qilib video tayyorladik. Birinchi video shunaqa ko'rinishda bo'ladi va oxirini mana kesib tashlashimiz mumkin. Mana shu yerdan kesamiz, masalan, tugallanishini qaraymiz va shu yerdan kesib tashlashimiz mumkin. Mana shu yerdan kesib olamiz. Kesib olishni bilasiz do'stlar, mana ko'rsatib o'tyapman. Va uchalasini bitta joyda kesamiz va birdaniga tugab qolishi kerak video. Bittasi o'tib ketsa ham bo'lmaydi. Va bu yerda PNGlarni taxminan hammasini 5-6 daqiqalik qilib uzaytirib chiqishimiz kerak, chunki bizni videoni davomiylik ham taxminan shu 5 daqiqagacha boradi-da. O'shaning uchun uzaytirib chiroyli qilib chiqishimiz kerak. Endi mana bu green screen qo'lni kopirovat qilib olamiz va bu yoqqa o'tkazib olamiz va buni to'g'rilab olamiz ikkinchisini bosish uchun va bu yerda tayyor videomizni, teleskop videomizni, ya'ni Taylor o'yinidagi videoni ham kopirovat qilib
ikkinchisiga surib qo'yishimiz mumkin va Confidence videolarni ham chiroyli qilib copyright qilib, chiroyli qilib taxlab chiqishimiz kerak. Do'stlar, bu yerda iPhone orqali qilyapman bu narsani. Androidda ozgina qotishi mumkin, lekin shunda ham e'tibor bilan chiroyli qilib hoshiyalarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Mana bu kichkina bo'lib qolgan, o'shaning uchun mana bunga bosib olamiz va masshtab orqali kattalashtiramiz. Do'stlar, video tushunmagan bo'lsangiz sekinlashtirib qayta ko'rishingiz mumkin. Bu YouTube orqali ko'ryapsiz yoki bu darslik pullik emas. Albatta siz uchun tekinga chiqaryapmiz. O'sha uchun shoshilmay, sekinlashtirib chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana videoda ikkinchi videoga o'tganimizda mana almashtirdik, ya'ni videolarni zaminit qilib oldik va bu yerda ko'rishingiz mumkin boshqa videoni joylashtirdik. Va do'stlar, chiroyli qilib shu joyiga qo'yib olamiz va keyingi videoni ham shu orqali joylashtirib olamiz va mana ko'rishingiz mumkin, chiroyli chiqyapti. Va keyingi videolarni do'stlar, keyingi videolarni mana tezlashtirgan formatda qo'yapman, juda vaqtingizni ko'p olmaslik uchun. Keyingi videolar ham shu ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Boya nima qilgan bo'lsam, shu ko'rinishda copyright qilib joylashtirishingiz mumkin. Mana copyright qilyapman. Hammasini mana green screenlarni to'g'irlayapman 3-ga va ko'rishingiz mumkin. Tayyor videolar 3 ta video bo'ladi. Shu 3 ta videoni ham hammasini copyright qilib boshqa bir Confidence video bilan alishtiryapman. Ya'ni zaminit qilyapman. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz va chiroyli qilib joylashtirib keyingi videolarni ham copyright qilib mana qo'yib chiqyapmiz do'stlar. Albatta do'stlar, tushunmasangiz birinchi, ikkinchi videoda yasaganimdek o'sha videolarni ko'rib, montajini yana qayta ko'rib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, mana video orqaga o'tib qoldi. Buning uchun to'g'rilash uchun mana buni bosdim va slow orqali videoni boshiga chiqarib oldim va mana ustiga chiqib qoladi. Bilmasangiz albatta Telegram kanalimizda chat gruppamiz bor. O'shanga yozib montaj bo'yichami, boshqa bu bo'yichami bemalol so'rashingiz mumkin, savolingizni berishingiz mumkin. Albatta batafsil javob berishga harakat qilamiz do'stlar. Mana oxirida 4-videodan so'ng bir 5-6 sekundlik videoni uzaytirib turib 40 oldim. Va mana videoning boshlanishi va bu yerda e'tibor bering, screenshot qilib olish kerak. 4 ta PNG ham chiroyli turgan holatda screenshot qilib olasiz. Ya'ni u preview uchun. Ya'ni sizning videoingizni qo'ygandan so'ng ustiga preview qilasiz, o'sha preview uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun screenshot qilib oldik do'stlar. Va mana green screen bazamizga kirdik va bitta raqsga tushadigan personajlardan mana Thanos va Spider-Manni nimasi bor? Green screen'i va shuni ham qo'yib olsak, albatta ertaga videomiz afterski bermaydi do'stlar. Va buni qanday yo'qotishni bilasiz. Mana Chroma key orqali o'chirib turamiz va chiroyli qilib joylashtirib olamiz. Bu albatta bolalarga bir nima beradi, ya'ni bolalarni qiziqtiradi va videoingizni oxirigacha ko'rishini ta'minlaydi. O'shanga e'tibor berib, mana men 2 ta video qo'ydim. Green screendan 2, 3, 4 talab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni green screen hech qachon zarar keltirmaydi, aksincha foyda keltiradi. Ya'ni
ham afterskidan saqlaydi, ham ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa shu. Ya'ni bu yoqda raqsga tushib turgan narsaga ham chalg'ishi mumkin agar videoingizdan zeriksa. Shuning uchun chiroyli qilib mana qo'yib oldik. Va do'stlar, mana videomiz tayyor va buni eksport qilamiz va videoni eksport qilib YouTube'ga joylashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Demak do'stlar, oxirgi videomizning oxirida nimani aytmoqchiman? Bizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar. Biz bilan qoling va keyingi yo'nalishlarda video darsliklarimizni ham kuzatishda davom eting do'stlar. Siz bilan Umidjon YouTuber bo'ldi. Bizning YouTube va Telegram kanallarimizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting do'stlar. Keyingi darslarimiz uchun motivatsiya bo'ladigan sizsiz do'stlar. Albatta aktiv bo'lib, like, komment qoldirib, albatta qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz do'stlar. Siz bilan Umidjon YouTuber bo'ldi. Ko'rishguncha.